Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan xorazmcha grechkali oshni tayyorlaymiz. Eng birinchi qozonimizni qattiq qizdirganimizdan so'ng yog'ni ham solib bo'lgandan keyin go'shtlarni solib turib qattiq qizartirib qovuramiz. Shu vaqt mobaynida xorazmcha usulda sabzilarni ham to'g'rab olamiz. Qattiq qizartirilgan go'sht ustiga piyozlarni solib, uni ham qovurib, ustidan sabzini hammasini solib, tabga ko'ra tuz berib, qopqog'ini yopib qo'yamiz. Sabzi solingandan keyin o'rta olovda o'zini suvi chiqquncha qozon qopqog'i yopiq holda pishiriladi. Sabzi pishib shu holga kelganidan keyin guruchni yuvgan holda qozonni yarmiga solamiz. Qolgan yarmiga grechkani ham yuvib solamiz. Va ustiga tabga ko'ra tuz berib, kerakli miqdorda suvni ham o'lchab solamiz va olovni baland qo'ygan holda suvni tagiga cho'ktirib, suv qolmagandan so'ng shunaqa qoshiq bilan tiqib tekshiriladi va suv qolgan yoki qolmaganini shunda ko'rsa bo'ladi. Agar qolmagan bo'lsa, qozonni qopqog'ini yopgan holda tagini pasaytirib 5-10 minutdan so'ng oshning ustki qatlami ag'darilib tashaladi. 15-20 minutdan so'ng grechka va guruch pishgan bo'ladi. Ovqatimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha tilaymiz.